Demak, Soliq kodeksining 4-moddasi, ya'ni soliq to'g'risidagi qonunchilikni vaqt bo'yicha amal qilishi degan modda. Bu ham fundamental, juda muhim moddalardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu yerda nima deyilyapti? Soliq solish agar ushbu moddada boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, soliq majburiyati yuzaga kelgan paytda amalda bo'lgan qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladi deyapti. Masalan, A ismli shaxs 2023-yil 1-fevralda kvartira sotib olgan bo'lsa, mulk sotib olgan vaqt mol-mulk solig'i bo'yicha soliq majburiyati yuzaga keladi. Ya'ni o'sha 1-fevral 2023-yilda amalda bo'lgan qonunchilik asosida soliq hisoblanadi o'sha A ismli shaxsga. Endi umumiy qoidaga ko'ra, soliq to'g'risidagi qonunchilik orqaga qaytish kuchiga ega emas. Ular rasman e'lon qilingan kundan boshlab keyingi munosabatlarga tatbiq qilinadi. Lekin bu yerda istisnolar mavjud. Soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlikni bekor qiladigan yoki yengillashtiradigan soliq to'g'risidagi qonunchilik orqaga qaytish kuchiga ega. Bu yerda e'tibor berish kerak. Ya'ni soliq qonunchilikni buzganlik uchun kelib chiqadigan javobgarlik bo'yicha yengillashtiruvchi va bekor qiluvchi normalar orqaga qaytish kuchiga ega deyapti. Lekin soliq stavkasi pasaysa yoki boshqa yengilliklar bo'ladigan bo'lsa, bu orqaga qaytadi degani emas. Masalan, soliq stavkasi QQS bo'yicha stavka 15% dan 12% ga tushsa, bu qaytmaydi. Sababi bu qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlikni yengillashtirmaydi. Bu soliq stavkasi bilan bog'liq o'zgarish. Umumiy qoida bo'yicha soliq qonunchiligi orqaga qaytmaydi. Yana bu yerda istisnolar bor, ya'ni kuchga kirishi bo'yicha agar qonunchilikda aynan yozib keltirilgan bo'lsa, quyidagi holatda soliq qonunchilik orqaga qaytishi mumkin. Ya'ni soliqlar va yig'imlarni bekor qilish bo'yicha, soliq va yig'imlar stavkasini kamaytirish, soliq to'lovchilarning majburiyatlarini bekor qilish, soliq to'lovchilarning ahvolini boshqacha tarzda yengillashtiradigan normalar qabul qilinsa va o'sha normalar qabul qilinayotgan hujjatni o'zida amal qilish muddati orqaga qaytishi, ya'ni undan oldingi munosabatlarga ham tatbiq etilishi aynan yozib qo'yiladigan bo'lsa, bunda orqaga qaytsa bo'ladi. Lekin soliq to'lovchini vaziyatini og'irlashtiruvchi boshqa qoidalar u rasman e'lon qilingan kundan boshlab 3 oyga o'tib kuchga kiradi. Ya'ni qanaqa normalar? Yangi soliq va yig'imlarni belgilovchi, soliq imtiyozlarini bekor qiluvchi, yangi majburiyatlar joriy etuvchi, soliq to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik choralarini kuchaytiruvchi, shuningdek, soliq munosabati subyektlari holatini boshqacha tarzda og'irlashtiruvchi normalar bo'ladigan bo'lsa, bu normalar e'lon qilingandan keyin 3 oy o'tadi, 3 oy kutadi, 3 oydan keyin kuchga kiradi. Masalan, 2026-yil 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslarga 1% soliqqa tortiladigan bo'ldi, aylanmadan soliq. Bu soliq to'lovchiga yangi soliq joriy qiladi, ya'ni oldin o'zini o'zi band qilgan shaxslar soliqdan ozod edi. Endi 1% soliq stavkasi belgilanyapti. Demak, bu rasman e'lon qilingandan keyin 3 oy o'tib keyin amalga kirishi kerak. Endi soliq va yig'imlar stavkasi bilan bog'liq o'zgarishlar u rasman e'lon qilingan oydan keyingi oyning 1-kunidan e'tiboran amalga kiritiladi. Masalan, QQS stavkasi 15% dan 12% ga tushirish haqida
12-mart kuni 2024-yil 12-mart kuni e'lon qilingan bo'lsa, ushbu soliq stavkasi 2024-yil 1-apreldan boshlab qo'llanishni boshlaydi. Ya'ni e'lon qilingandan keyingi oyda 1-sanasidan soliq stavkasidagi o'zgarishlar amalga kiradi. Bu normalar umumiy bo'lgani bilan ko'p holatlarda juda kerakli. Qaysidir stavka o'zgarishi bor, qachondan amalga kiradi, soliq to'lovchilarni og'irlashtiruvchi vaziyatlardagi normalar 3 oygacha kuchga kirmasligi bu amaliyotda kerak bo'ladi baribir.